Hey, what's up everyone? Inglizlar kanaliga xush kelibsiz. Bugungi sonimizda so'zlashuvda eng ko'p ishlatiladigan 10 ta ingliz tilidagi iborani ko'rib chiqamiz. By the way. By the way. Aytgancha. Ha, aytgancha degani suhbat mavzusini yumshoq o'zgartirish yoki yangi fikr qo'shish uchun ishlatiladi. Misol uchun aytamiz-ku, ha, aytgancha puling qolib ketibdi menda yoki aytgancha sendan qarzim bormidi? Shu kabi so'zlarni tuzayotganimizda ishlatamiz. I'm Jake, by the way. Keling endi iboralarni hammasini situatsion dialoglar orqali ko'rib chiqsak. So the meeting is at 3 p.m. Demak, uchrashuv soat 3 da. Got it. By the way, is Sarah coming? Tushunarli. Aytgancha Sara kelyaptimi? Yes, she'll join us later. Ha, u bizga keyinroq qo'shiladi. Perfect. Thanks. Zo'r. Rahmat. Keyingi iboramiz to be honest. To be honest. H harfi, o'zbekcha H harfi bu yerda o'qilmaydi, ya'ni silent deyiladi. Uni yutib yuboramiz va to be honest deb o'qiymiz. To be honest. Rostini aytsam deb aytamiz-ku. Shunaqa o'z fikringizni ochiq va samimiy aytishdan oldin ishlatiladi. But to be honest, I'm tired. Did you like the movie? Kino senga yoqdimi? To be honest, it was boring. Rostini aytsam, u zerikarli edi. Really? I loved it. Rostdanmi? Menga bo'lsa yoqdi. Well, everyone has a taste. Hammani o'ziga yarasha vkusi bor, didi bor. Keyingi iboramiz actually. Aslida kutilgan narsani to'g'rilash yoki haqiqiy holatni aytish uchun ishlatiladi. Sure. Actually, never mind, I'll deal with it. You're from Tashkent, right? Sen Toshkentdansan, to'g'rimi? Actually, I'm from Samarkand. Rostini aytsam, men Samarqanddanman. Oh, sorry, my mistake. Kechirasan, xato qildim. No problem at all. Chiqisi yo'q. Keyingi boramiz I mean. Ya'ni aytmoqchimanki deganda ishlatiladi. Aytayotgan gapingizni aniqlashtirish yoki tushuntirish uchun ishlatamiz. I mean, you know, deb turib shunaqangi gaplarda ko'p ishlatishadi inglizlar. Well, I mean, sure, I mean. This phone is expensive. Bu telefon qimmat. I mean, it's good but too pricey. Haligi u yaxshi, lekin juda qimmat. I agree. Let's look at others. Qo'shilaman. Boshqalarini ko'raylikchi. Good idea. Yaxshi fikr. Ya'ni bu yerda ya'ni yaxshi-yu, lekin juda qimmat deyapti. Keyingi boramiz. No way. Bo'lishi mumkin emas. Kuchli hayrat yoki ishonmaslikni bildirish uchun ishlatiladi. Kimgadir ishonmasdan no way bo'lishi mumkin emas deyishimiz mumkin. No. This way. No way. Misol uchun I won the first prize. Men birinchi o'rinda oldim. No way. Are you serious? Bo'lishi mumkin emas. Rostdanmi? Yes, I still can't believe it. Ha, men ham o'zim ishona olmayapman. Congratulations. Tabriklayman. Keyingi boramiz. Exactly. Aynan. Kimningdir fikriga to'liq qo'shilganingizni bildiradi. So you do what she says. Exactly. And I say deal's a deal. Misol uchun We should leave early to avoid traffic.
Biz probkani oldini olish uchun ertaroq chiqib ketishimiz kerak. Exactly. That's what I was thinking. Aynan. Men ham xuddi shuni o'ylayotgandim. Let's meet at 7 then. Unda 7da ko'rishaylik. Deal. Kelishdik. Keyingi iboramiz it depends. Vaziyatga bog'liq, sharoitga qarab degan ma'noni bildiradi. Ya'ni javob aniq emas va sharoitga bog'liq bo'lganda ishlatiladi. Depends. Depends on what? Misol uchun, how long does it take to get there? Bu yerga borish qancha vaqt oladi? It depends on the traffic. Yo'ldagi tirbandlikka bog'liq. And if the roads are empty, agar yo'llar bo'sh bo'lsa-chi, then about 20 minutes. Unda 20 daqiqa atrofida. Keyingi boramiz never mind. Muhim emas. Qo'yaver degani mavzuni yopish yoki unuting deyish uchun yumshoq ibora. Never mind. Good night. Misol uchun, what did you say? Nima deding? Never mind. It's not important. Qo'yaver, muhim emas. Are you sure? Aminmisan? Yes, really. Let's continue. Rostdan. Keyin davom etamiz. Keyingi ibora I'm not sure. I'm not sure. Ishonchim komil emas. Biror narsaga aniq ishonchingiz komil bo'lmasa, xushmuomala tarzda aytayotganda ishlatasiz. Jeff guy? I'm not sure. I'm not sure. Oh, really? Misol uchun, is the shop open on Sunday? Yakshanba kuni do'kon ochiqmi? I'm not sure. Let me check. Amin emasman. Qani tekshiraychi? Thanks. I'd appreciate it. Minnatdor bo'lardim. No problem. Hech qisi yo'q. Keyingi boramiz let me think. Qo'shib aytsak let me think. Let me think. O'ylab ko'ray. Javob berishdan oldin vaqt olish uchun ishlatiladi. Misol uchun, o'ylab ko'raychi deymiz-ku, shunda ishlatamiz. Let me think. Okay, let me think. Where do you want to eat? Qayerda ovqatlanishni xohlaysan? Let me think. Maybe Italian? O'ylab ko'raychi, balki italyancha. Sounds great to me. Zo'ru, yaxshi. Fikring menga yoqdi. Then let's go. Unda ketdik. Demak, bugun quyidagi iboralarni o'rgandik. By the way, aytgancha. To be honest, rostini aytsam, actually, aslida, I mean, ya'ni aytmoqchimanki, no way, bo'lishi mumkin emas. Exactly, aynan. It depends, bu vaziyatga bog'liq. Never mind, muhim emas, qo'yaver. I'm not sure, ishonchim komil emas. Let me think, o'ylab ko'raychi. Ushbu iboralarni ishlatib, o'zingiz o'zbekchadan inglizchaga tarjima qilgan holda turli situatsion gaplarni tuzib ko'ring. Misol uchun, do'stingiz sizdan qarz olgan bo'ladi. Siz unga aytasiz, let me think, ya'ni o'ylab ko'raychi deysiz. Ya'ni qarz so'rayotgan bo'ladi do'stingiz sizdan. Let me think, I don't have money deyishingiz mumkin. Ya'ni o'ylab ko'raychi, menda pul yo'q shekilli degandek. Yoki birortasiga ichingizdagi samimiy fikringizni aytmoqchisiz. To be honest, I want to go to Tashkent. To'g'risini aytsam, men Toshkentga borishni xohlayman deyishingiz mumkin. Misol uchun. Ushbu iboralar bo'yicha gaplar tuzib, iloji bo'lsa, video kommentariyasiga yozing. Sizlar bilan muloqot qilish men uchun ham qiziq.
Video yoqqan bo'lsa do'stlaringiz bilan uni ulashing. Videoga like bosing va izoh qoldiring. Inglizlan kanaliga obuna bo'ling, chunki bu kanalimiz sizga yanada ko'proq darslarni o'rgatish uchun muhim. Barchangizga rahmat. See ya.